İşte erib kelgan vaqtingizda ajoyib issiq bosadigan suiqash ichishni o'rganib oling. Etish usuли intayin oddiy, ta'mi kelib ketmaydi. Qanamiz birlikda o'rganaylik. Avval 300 gram unga 1 gram tuz silib, xamir yug'urib tayyor qilib olamiz. Xamirimizga yaxshi ishlab, videoda ko'rsatgan holatga ketganda tindirib qo'yamiz. Yaxshi mazmunlardan vaqtida xabardor bo'lay desangiz, bas surtimni besib qo'shib olishni unutib qolmang. Taom qumar do'stlarimiz uchun 60 xil dars tayyorladim. Buning ichida cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsligimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. 60 xil taom to'pig'i tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Yetarlik saylarni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rab tayyorlab olgandan keyin xamirimizni jiz qilib olamiz. Qozonga ozroq may qo'yib, avval go'shtni silib, bir sarg'aytib, qo'rib pishirib olamiz. Uning orqadan qattiq, oson pishmaydigan sabzini solamiz. Sabzini 1-2 minut qo'rib olgandan keyin sinjang, samsaq, so'ng piyozlarni silib, purqini chiqarib olamiz. Uning orqadan pomidorni silib, pomidor ezilgandan keyin yong'yon solamiz. Qo'rish jarayonida yarim qo'shq atrofida tuz silib etamiz. Uning orqadan ko'k burchaq silib etamiz. Bularni silib 1-2 qo'rib etgandan keyin muvofiq miqdorda suv qo'yamiz. Uyinglarda qancha jon bo'lsa, shuncha jonga tushliq suv qo'yib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Qozon qaynagandan keyin cho'pimizni besib, cho'p tashlashga boshlaymiz. Cho'p tashlagan vaqtinglarda o'zingizlarning ehtiyoji bo'yicha cho'ng yoki kichik qilib tashlasanglar bo'ldi. Oshxonalarda cho'ng-cho'ng qilib tashlaydi. Biz ayildik qilgandan keyin kichik tashlasanglar, say bilan xamirbek farqlanib ketmasa, texim ichishlik bo'ldi. Çöpni tashlab qo'yilgandan keyin qizilaz, ko'klaza, yo'basay, uyda azroq morva ekan, tuxmorni qo'shib etdim. Sizlar qo'shmasanglar bo'ldi. Buning tam xurshlaridan azroq ochiq suv bilan qo'yib olsanglar, ta'mi ajoyib ta'mli chiqadi. O'rganib oldingizmi? Qani siz metib sinab beqing.